50 ming dollarga 1100 ot kuchli mashina ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsanglar tanishinglar. BYD Tang L. Ha do'stlar, noto'g'ri eshitmadinglar. Xitoyning BYD kompaniyasi to'liq elektrda yurayotgan BYD Han L hamda Tang L mashinasini ishlab chiqardi. Taxminan 2 oy oldin YouTube'da ko'rgandim. Bu mashinalarni juda ham yoqqandi. Mana o'z ko'zimiz bilan ko'rishga O'zbekistonda birinchilardan muvaffaq bo'lyapmiz. Xullas, mashinani xarakteristikasi bilan qisqacha tanishtiraman. Mashinada 100 kilovatlik batareya turibdi. 600 km zapas xod bergan ekan. 0 dan 100 gacha 3.6 sekundda maksimal skorosti 287 ekan. Shu govdaga 287 bilmadim qay darajada tez bu mashina hali 287 ga chiqmadim. Mashinani zo'r narsasi bor ekan, qaranglar. Xohlasanglar mana bu tomondan zaryadga olib qo'yasizlar. Bu tomondan ham ochasizlarda ikkita zaryadning port turibdi. Ikki tomonida ham birga zaryadga qo'yasizlar. Naq bir vaqtda o'zida zaryadning stansiyadan 1000 kilovatgacha tok qabul qiladi ekan. Bu degani 100 kilovatlik batareyani 10 minutda to'ldirib tashlaydi degani. Xullas bu mashina ikki kunlik o'yin ekan. Bu yoqdan ham bu yoqdan ham qo'yaversa bo'lar ekan. Balonlari Continental balon chiqqan ekan, lekin Michelin chiqmagan ekan bunda. 265 45 R21. Continental ham original Continental, juda ham yumshoq. Mashinaning ichki salonlarini qaranglar, juda ham ajoyib rang. Mashina 7 o'rindiqlik, orqada yosh bolalar bemalol o'tirib ketsa bo'lar ekan. Joy kengina, orqalarda abduf, avagrev, massaj hamma funksiyasi bor ekan. Xolodilnigining chiqishini ham qaranglar buni. Knopkani bosasizlar. Mana xuddi Mercedeslarnikidek chiqib kelayotgan. Kapitanskiy sidiniya iminni BYD Tang L mashinasida chiqmagan ekan. Faqatgina BYD Tangda chiqqan. Kameralari juda ham ko'p. Oldi laboyning o'zida naq 4 ta kamerasi bor, lidari bor ekan, hamma narsasi ishlayotgan. Xullas, mashina juda yoqdi, juda yumshoq, haydab ko'rdim. Pnevma podveskasi yo'q ekan. To'liq elektrda. Agar yoqqan bo'lsa, bitta videoga like bosasizlar. Darvoqe, bu mashina sotilmaydi. 50 ming dollarga bir akamiz, klientimiz xarid qilgan ekan. Yaxshi kunlariga xizmat qilsin, charchamanglar.